Sizni o'zim ovqatlantirib qo'yaman. Siz pishirgan ovqat yemayman. Bu yerga ortiq kelmang. Nima menda uyalyapsizmi? Qishloq sharoitiga to'g'ri kelmaysiz. Shaharlisiz buni ustiga. Oyim baribir siz yoqtirmaylar. Mana ko'rasiz, yoqtirib qoladilar. Agar oyingizda jenskiy auditoriyali gimimga tekkenga qo'shib qo'ysa, meni aniq yoqtirib qoladilar, chunki 10 ming garant, 15 ming prognoz tez kunda start beraman. Ha, yo'q. Unda singillarimni ham qo'shib qo'ya qoling. Nifigichi, пожалуйста. Kela qoling, ovqatingiz sovib qolmasin. Ovqat yemayman dedim shekilli. Agar ovqatingizni yemasangiz, shu yerdan o'zimni tashiyman. I 3 kecha sanayman. 1, ovqatni kim pishirdi? oyingiz. 2. Ha, shunaqa demaysizmi? Mana bo'ldi. Oyimning qo'llari juda ham shirin-da. Qoshiq qayerda? O'sha yerda turibdi. Topolmayapman. Mana ku qoshiq.